Navruz bayrami nafaqat milliyligimizni aks ettiruvchi bayram, balki ajdodlarimizdan meros bo'lib kelayotgan qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz ulug'lanadigan kundir. O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasida ham Navruzni ulug'lash insonni ulug'lashdir shiori ostida bayram sayli tashkil etildi. Dastlab shu haqda. Bahoriy uyg'onish va yangilanish ramzi bo'lgan Navruz O'zbekiston Islomshunoslik akademiyasi hovlisiga o'zgacha fayz olib kirdi. Bu yilgi bayramning o'ziga xosligi shundaki, u nafaqat tabiatning uyg'onishi, balki insoniy qadriyatlar ulug'lanadigan muborak kunlarga to'g'ri keldi. Bu bayram har yilgidan ham boshqacha shukuhda o'tyapti. Chunki bayramlarga ulandi. Ramazon hayitlarini munosib kutib oldik. Bu yerda sport musobaqalari, shu bilan birgalikda osh musobaqalari, milliy qadriyatlarimizni namoyish etuvchi talabalarimizning chiqishlari bayramga yanada boshqacha shodiyona kashf etmoqda. Navruz chegaralarini bilmaydi. Bugungi shodiyonada yurtimizda istiqomat qiluvchi turli millat va elat vakillarining ishtiroki ham buning isbotidir. Bütün boshqirt xalqi nomidan mana O'zbekiston xalqini, O'zbekistonda yashagan barcha millatlarni shusha Navruz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Mana bugun shusha bayramga bizni chaqirdi. Biz keldik o'zimizning ko'rgazmamiz bilan, o'zimizning raqslarimiz, ashulalarimiz bilan. Bugun bayram rosa zo'r o'tyapti. Boshqirt xalqi bilan o'zbek xalqining urf-odatlari o'xshash. Biz boshqirt xalqqa, o'zbek xalqini hurmat qilib, olg'a borganına xursand bo'lib, mana shu bayramlarga qatnashib, har vaqtda o'zimizning ulushimizni kiritib, elimiz tinch bo'lsin O'zbekistonimiz deb, O'zbekiston fuqarosi bo'lganimiz bilan g'ururlanamiz. Talaba yoshlar va ustozlar o'rtasida o'tkazilgan osh chempionati tadbirning eng qiziqarli qismlaridan biriga aylandi. O'tgan yil ham o'zim nomlagan oshimiz chempion bo'lgan, xudo xolasa bu safar ham chempion bo'lishib kelyapti. Hozir 2,5 kilo osh damlab qo'yganmiz. Toshkent choyxonasida. Tengdoshlar hammasi zo'r, har bir o'z guruh, o'ziga dasturxon va bundan tashqari raqobatdosh desak ham bo'ladi. Ya'ni bir navbatda ular ham osh damlashyapti. Qo'qon cho'ng'iri oshi damlandi, xudo xolasa. Mana choyxona palov, mana. Necha kilogramm? 2 kilogramm. U nimasi bilan farq qiladi boshqa oshlardan? Endi suv ko'tarishi bilan, mana guruchlar ko'ryapsiz. Guruchlar nisbatan katta bo'lib ketadi. O'sha foydali, tez hazm bo'ladigan osh. Yurtimizda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan tashabbuslar zaminida mana shunday milliy bayramlarimizni asrab avaylash yotadi. Islomshunoslik akademiyasidagi bayram sayli ham Navruzning insonparvarlik mohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Saidakbar Mo'minov, Bobur Yo'ldoshev, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.